Toshkent Ligasining 9-dan o'rin olgan Navro'z Sog'dona jamoasi uchrashuvidan keyin vaqtlardan ikkinchi qismni boshlaymiz. Unda Navro'z jamoasi bosh murabbiyi Timur To'xtovich rahbarlik ishtirok etadilar. Timur To'xtovich avvalo bugungi o'yin haqida fikringizni bildirsangiz, keyin savollar. Assalomu alaykum. Albatta o'yin qiyin uchrashuv bo'ldi, asabiy uchrashuv bo'ldi. Ochko yo'qotganimizdan ranjidik. Prinsipi Jizzax jamoasini qaradik. Yomon jamoamiz har tarafdan. Har bir uchrashuvda ham yaxshi harakat bilardik, oson bo'lmadi. Albatta imkoniyatlarimiz bo'ldi. Jizzax jamoasida balki ko'p imkoniyati bo'lmadi, urib ketdi. G'alaba uchun urish kerak edi. Umuman olganda albatta Abidning bo'ldi. Bizda ham eng pastdagi komandalarga ochko beradigan bu nasib futbol bu. Shuni turibmiz. Har bir jamoa o'ziga qo'ygan vazifasi bor, harakat qilyapti. Ular ham oxirigacha kurashdi, ko'rganingizdek, albatta asablar ko'p bo'ldi. Biz ham kurashdik, imkoniyatlarimiz ham bo'ldi. Qiyin uchrashuv bo'ldi. Xulosa chiqaramiz bu o'yindan, to'g'ri xulosa chiqaramiz, qaraymiz. Nima kamchiliklarimiz bo'ldi, nima qilsak bo'lardi yana o'yinda. Umuman olganda futbolda bu turadigan narsa, futbol hech qanaqa emas. Har bir komanda maydonga kurash uchun, g'alaba uchun chiqadi. Bugun durang bo'ldi, ochko yo'qotdik o'yindan. Kerakli, normal. Hali oldimizda o'yinlarimiz ko'p. Keyingi uchrashuv tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Chunki ikkita uchrashuvimiz bor. Aprel oyida shulardan maksimal darajada ochko olishimiz kerak. Timur aka, jamoani himoyachi chizig'i haqida fikringizni so'ramoqchi edim. Deylik shu oxirgi 3 o'yinni bugungacha 0 bilan yutib kelayotgan deylik. Garchi bugun jamoa gol o'tkazgan bo'lsa-da, umumiy kartinada olganda oxirgi o'yinlarda himoya chizig'i juda ham yaxshi taassurot qoldiryapti va o'sha 4lik deylik o'zgarmayapti. O'sha 4likda faqat bir nafar legioner bor, 3 nafar o'zbek. Bu Saidov, Mamat Kaziy hamda Adhamzod. Oldinda mundial turgan, ya'ni har bir futbolchida jahon chempionatiga borish istagi borligi, terma jamoaga kelinish istagi ham himoya chizig'ini juda ham yaxshi formaga kirib, yaxshi o'ynayotganiga ta'sir qilyapti deb o'ylaysizmi? Endi bu bilmadim, endi bolalarda fikrlashida ekanini qadar. Biz o'z jamoadan kelib chiqib albatta tayyorlanamiz, tushuntiramiz. Chunki o'z birinchi turdan boshlab o'sha himoyada qanday kamchiliklarimiz bor, o'shada to'g'rilashga harakat qildik. Albatta jarohatlar ham bo'ldi, o'ziga yarasha Chinazi chiqib ketdi. O'rniga Islomni qo'yishni boshladi. Albatta birinchi uchrashuvda o'zini yaxshi his qilmadi, lekin o'yindan o'yinga kuchaytirib ham yaxshi o'yin ko'rsatyapti. Albatta eng asosiy o'ylaymanki, har bir futbolchi jamoa uchun o'ynash kerak, yaxshi o'yin ko'rsatish kerak. Qolganda terma jamoaga u albatta murabbiyning tanlovi bo'ladi. O'ylaymanki, futbolchilarimiz birinchi navbatda o'sha jamoani g'alabasiga hissasini qo'shib harakat qiladi. Qolganda chaqirsa albatta har bir o'ylaymanki, har bir futbolchi nafaqat bizda, har bir jamoada munosib deb bilaman. Terma jamoani chaqirsa har doim borib harakat qiladi. Bizda ham futbolchilar ko'p deb o'ylayman. Endi o'sha aytgandek, eng asosiy vazifa har bir futbolchini o'sha har qaysi jamoada o'ynamasa, o'sha jamoa uchun manfaati uchun harakat qilish kerak birinchi navbatda. Terma jamoa albatta chaqirilsa, bu albatta sharaf bo'ladi. Har bir futbolchi borib maksimal darajada vatanni himoya qilishga tayyor. Timur aka, shu navbahor joriy mavsum shu katta o'yinlarda g'alaba qozonib, shu o'zidan yutish kerak bo'lgan o'yinlarni yuta olmayapti. Ya'ni mana shu Robin Hood roliga kirib qolganda, mana shu Buxoro bilan o'yin, bugun Qo'qon bilan o'yin, umumiy olganda mana shu endi Atabaroni, Razrusheniyaga bilan o'ynaydigan komandalarga qarshi immunitet qachon hosil qiladi jamoa? Menimcha bu albatta o'sha aytganingizdek, balkim statistikani olsangiz to'g'ri aytyapsiz. Biz o'zi deyarli bergan ochkolarimiz ozgina oladigan o'yinlarda. Bu futbol bo'lib turadi, qayerdadir omadsizlik bo'ladi, qayerdadir boshqa faktorlar rol o'ynaydi. Bundan men vahima qilmayman, qaraymiz. Albatta nafaqat bizga, menimcha har bir top o'yinidagi jamoaga ham qiyin bo'ladi, har doim ziq himoyani yorib o'tish. Bizda ham prinsipi o'yinchilarimiz bor shu ziq himoyani o'tib ketish uchun. Qaraymiz, o'ylayapman, har bir bugungi uchrashuvdan ham bizga kerakli narsalarni biz ko'ra oldik, qaradik, uni tahlil qilamiz, yana ham kuchayamiz, ertaga yana bunaqa vaziyatga tushsak
o'ynashimizni, nima qilganimizni yaxshiroq biladi, bilamiz. Umuman olganda menimcha biz bu boshdagi o'yinga qaraganda ancha dadilroq, yaxshi harakat qilyapmiz. Farqi yo'q qaysi jamoa bo'lishidan qat'iy nazar. Shu aytganimdek, farqi yo'q, bu pastdagi jamoa bo'ladimi, tepadagi jamoa bo'ladi. Har bir jamoa maydonga g'alaba uchun chiqadi, kurashadi. Bugun ham ko'rganingizdek, Jizzax ham nafaqat biz bilan, balki undan oldingi o'sha Bunyodkor bo'lsin, Dinamo bo'lsin, Qizilqum buyurtdi, undan oldin yana har bir o'yinda 2-0 ko'p gol uradi. Albatta, himoyasida xatolari bor edi. Ular ham ishlashyapti, ular ham bu vaziyatdan chiqish uchun harakat qilyapti. Ko'rganingizdek, bugun yaxshi harakat qilishdi, himoyalanishda ham kerak paytda ataga ham qilishdi. Bizga qiyinchiliklar tug'dirishdi. Biz ham menimcha bundan ham yaxshi o'ynashimiz kerak edi. O'yna olamiz ham. Albatta, qaysi vaziyatlarda to'g'riroq o'ynasak bo'lardi. Mayli, bu уже o'tib ketdi. Buni ustidan biz ishlaymiz, qaraymiz. Menimcha yana ham kuchli bo'lamiz. Muammo yo'q. Timur aka, Superligada endi ko'pchilik aytadi, Superliganing eng yaxshi futbolchisi Lyubchi Doriyev deb. Endi bilamiz, bugun ham o'z komanda bitta moment qilgandi. Buni o'shanda ham kaptan to'xtatmasdan Blejniy uglga joylab qo'ydi. Umumiy olganda shuni qanday qilib Lyubchi Doriyev to'xtatsa bo'ladi Superliga klublari? O'sha Lyubchi Doriyev eng yaxshi futbolchi degan fikrga qo'shilasizmi? Endi albatta eng yaxshi o'yinchi stabillik bor, stabillik bor. Bu yillar yildan beri menimcha 2 yil bo'ldimi, 3 yil bo'ldi. 24 ham. 3-yil. Stabilni o'ynayapti, jamoasiga foydali o'ynayapti. Ko'p gollar uryapti, asistlar qilyapti. Albatta hujumda menimcha hozir o'sha 2 yil, 3 yil ichida albatta yana ko'p yaxshilardan bittasi aytsa bo'ladi bemalol. Bu o'yinga ham endi Lyubchi Doriyev masalasida albatta himoyachilarga ham aytib o'tdim, qanaqa o'ynayapti, nima kutish kerak va albatta prinsipi deyarli imkoniyat berishmadi. Qarasalar imkoniyat bo'lmadi. O'sha bitta vaziyat endi qayerdadir masтерство emas bo'ladi, qayerdadir onadan to'p ham bitta kasanada ham kerakli joyga ketdi bu to'p. Shuning uchun uning uchun xursandman, shu bunaqa legioner o'zini ustidan tashlamasdan harakat qilyapti. Menimcha O'zbekistonda boshqa jamoalar ham uni o'zini safida ko'rish ehtimolini xohishi bo'lsa kerak. Biz albatta o'zimiz o'yinimizga qaraymiz. Bu imkoniyat, o'sha vaziyat bilan balki to'g'riroq harakat qilganimizda bunga imkoniyat bo'lmasdi. Futbol, biz o'shaning uchun biz harakat qilamiz. Albatta Xudo bizga yo'l ko'rsatadi, imkoniyat beradi. Shunaqa ularga endi o'zingiz jamoangizga hujumchi haqida, Kati haqida so'ramoqchi edim. Endi menga shaxsan o'yini bilmayman, yoqadi, masalan, yuguradi ko'p, aniqot, koptos ham ishlayapti, lekin shu Paxtakordan keyin gol ura olmayapti. Вроде как бы zasxo momentam bo'lmayotgan, не везет deydi-yu. O'sha Katini o'yini ko'p hozir kunda o'zi ikkita o'tgan o'yin ham, boshqa ham biz kutayotgan narsa, xohlayotgan narsa albatta ko'rmayapmiz. Ishlayapmiz, albatta qattiqdir. Endi baribir legionilar bilan ozgina qiyin ishlash, uni stressiy situatsiyasini bilish, gaplashishni tushuntiramiz. Boshida nima o'tayotganini albatta kerakli paytda bizni fikrlarimizni unga tushuntirish, unda va shu inglizchasi ham deyarli yo'q desa bo'ladi, faqat fransuzcha. O'shaning uchun qiyinchiliklar bor bizga yarasha. Umuman olganda yomon futbolist ba'zi har taraflama hamma nafaqat uchun kerakli narsalar bor. Hozirgi mana shu Andijondan keyin albatta yaxshi o'ynadi, harakat qildi, ancha kuch sarfladi. Undan keyin ozgina qanaqadir sifat bo'lyapti. Bu balki tabiiy narsadir. Chunki deyarli zbor o'tmadi. Biz bilan kelishi, vizasi olish qiyin bo'ldi. Undan o'zi yarim yil o'ynamagan futbolchi, o'shaning uchun bu balki shu sabablar bo'lishi ehtimoli bor. Men uchun har bir futbolchimiz kuchli deb hisoblayman va ularni kuchaytirishga harakat qilamiz. Albatta jarohatlar bor. O'rinboyev, Norchayev qaytsa, G'iyosov qaytsa, albatta hujumimizga yana ham ancha kuchga ega bo'ladi. Qolgan ishlaymiz, hech muammo men ko'rmayapman. Albatta bugun kelgan muxlislarga ham rahmat aytaman, qo'llab-quvvatlagani uchun. Ularga ham albatta g'alaba ta'lim qilmoqchiga harakat qildik. Bu futbolda o'tiradi.
o'ylaymanki keyingi uchrashuvlarda albatta bundan ham yaxshi dadilroq harakat qilib ularni xursand qilamiz. Afini? Ne bir şey oldu. Savol. hozirgina mana shu o'yindan keyin shu Ulug'bek Islomович Bakayev Sudeyskiyga kirdi. Umumiy o'yinni ko'rdi o'zi. Sudeyskiyaga ikki jamoa tomonidan ham ko'p pretenziyalar bo'ldi. Shu holat haqida fikringiz? Sizlarga gapirgim yo'q, albatta har bir o'z jamoasining foydasiga qarab harakat qiladi. Hech kim hech qachon hakamlardan rozi bo'lmaydi. Menga albatta yoqmagan joyi albatta ko'p kurashlarda kurash uchun bermadi. Qaysi bir vaziyatlarda ularni baqirganiga ular foydasiga cholgani. Endi hamma hakam o'zi har xil, hamma har xil vaziyatni ko'radi, sudyalik qiladi. Biz bundan oldingi sudyalar albatta ko'p vaziyatlarda kurashlarga beradi. O'shanga men o'zi o'yindan indamay nima bo'ldi? Sizlar o'zi bizni yil boshida ham bizga kurashlarga beriladi. Menga follarga qaralmaydi. O'shaning uchun bilinglar, mana shu narsalar bizga o'zi birinchi turdan ancha kurashli joylarda o'zi fol deyotgan joyda ham davo o'ynaydigan joyda bugun endi ko'p bu vaziyatlar bo'ldi. Endi bunga albatta o'sha aytgandek Baqoyev va ular komandasi bunga o'sha sudyaga bosim bo'lgani, balkim qayerdadir xato qilishga to'g'ri kelgani, balkim xato qilmagandir, bizga tuyulgan chekkadan. Shuning uchun har bir hakamimizga omad tilayman. Ular qanchalik yaxshi sudyalik qilsa, maydonda halollik bo'lsa, o'ylaymanki o'shanda biz ham ishlayotgan joyimizni biz o'sha g'alabaga o'zimizga erisha olmadikmi yoki bitta boshqa faktda o'ynaydigan savollarda yo'qqa chiqariladi. Shuning uchun albatta xato bo'ladi. O'ylaymanki sudyalar agar bu vaziyatlarda o'zining ustidan yana kuchli bo'lsa, futbolimiz faqat o'sadi.